Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Gazel ishqibozlari, Gazelni zo'rini olaman, maza qilib minaman deganlarga o'rtalab bundan zo'rini hozir topish qiyin bo'lsa kerak. Sababi egalari o'rtoqlar buni shu butunlay sochib tashab 85% zapchas qo'yganman deb motorlarini ham Isuzu 2,5 tonnalik turbo motor qo'yib o'rtoqlar. O'zim minaman deb mashina 100% shumka qilingan, chexollar qilingan, videoregistrator, polni вообще shokolad qilib qo'yishgan. Endi nima deydi? Pul kerak bo'lib qopti hozir. Uchastka chiqib qolgan, shunga sotyapman. Bu mashinaga akalar-ukalar, xoh ishoning, xoh ishonmang, aka 180 million rasxod qilganman mana shu mashinaga. 180 millionga borgan bitta zakonni zil 31 da narxi kirib ketibdi-da bunga. Endi pul kerakligi uchun o'shanda esinglarda bo'lsa 6 kun oldin chiqarganman bu Gazelni. 13.500 ga kelishlar deb reklama qilingan o'rtoqlar. Telefon qilishdi, so'rashdi, klientlar so'rashdi. Hozir 125 million narx qilishdi, sotmadim. O'zi o'rtoqlar hozir oxiri shuni ham chiqaring mayli deyishdi. Pul kerak, zararlik uchun sotilyapti. 130 millionga kim sanasa, undan to'g'ri tushuninglar, 50 million so'm o'sha zararda turibdi, minusga sotyapman deyaptilar. Rasxod qilganlar 50 million so'm minusiga sotyapman. Oxiri 130 million sanaganga mana sotdim. Chunki pul kerak bo'lib turibdi. Agar u narxga chiqmasa, mayli endi minib yuraveraman deb aytishdi o'rtoqlar. Olib qo'yinglar, mana akamizga pul kerak ekan, bunaqasini topolmasanglar kerak. Endi diqqat bilan eshitib turinglar. Ma'lumotni eshitmaganlar uchun tezkorlik yetkazib yuboraman. Videomiz uzoqroq bo'ladi, vaqtinglarga rozi bo'lib qolinglar. Boshlaymiz Zavodskiy. 2008-yil o'rtoqlar, o'sha Zavodskiy Gruzovoyda furgon qilingan Gazel 320 uzunligi sotaman deyaptilar. Motori Isuzu 2,5 tonnalik turbo motor, rasxodi yo'q va korobkasi va radiatori bilan bosilgan. O'sha raqamsiz qilingan deb aytayaptilar. Dokumentlari ham. Dokumentda muammo yo'q, xolasa keyin yoki oformit. Mashinani aka sochib tashab noldan tayyorlaganman. 85% yangi zapchastlar qo'yilgan. Ramasi ham butun, razzatkasi yo'q deyaptilar. Endi Isuzu 2,5 tonnalik turbo motor korobkasi bilan qo'yilgan. Shunga endi razzatkasi yo'q, konditsioneri bor, uni ham qo'yib beriladi deb ma'lumot berishdi. Gazi 2 ta 100 litrli 300 km yuradi. Gazga ruxsatlari bor. 320 uzunligi, 180 eni. Salonlari, pultlari bor, oynaklar elektronli, videoregistratorlari bor, monitori bor salonda. 100% shumka bo'lgan, chexol polik yangi bo'lgan, mexanika rul, balonlari o'rtacha, ammo kuzda almashtirib olish kerak deb aytayaptilar o'rtoqlar. Diskalari bo'lsa yangi Euro diskalar qo'yilgan, mashina ishlab turibdi. Minimalni 3-4 tonna, o'sha 3 tonna, o'rtacha 4 tonna olaveradi. Bortlari ham tagi 5 lik taxta, yonlari alkafon izotermiz qilingan aka. Hamma xarajati xoh ishoning, xoh ishonmang 180 million bo'lgan mana shu mashina. Motori ham polni yangi bo'lgan, o'zimga deb tayyor qilganman. 7 oy davomida tiklangan bu mashina. Sotish niyat yo'q edi, lekin pul zarur. Uchastka chiqib qoldi. Shunga Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani turibdi. O'tgan videoda 13.500 kelishtirib beraman deyishgan. Hozir o'shanda 125 million naqd savdo bo'lgan, sotishmabdi. Oxiri undan 1 so'm ham tushmayman. Pul zarurlik uchun 50 million ziyon bo'lsa ham mana 130 million so'm kim sanaganga sotdim deb aytayaptilar o'rtoqlar. Telefonni qilinglar, mana olinglar, keraklar bo'lsa zo'r. Meni nima deydi? Sochib tashab noldan chiroyli yangi zapchastlar bilan qilingan baquvvat Gazel o'rtoqlar olib qo'yinglar. Endi kommentda ham yozibsizlar, endi o'zingizlarni huquqinglar, endi yozib qanaqa fikr iltimos. Endi ko'pchilik endi buni puli bunaqa, buni puli bunaqa, endi o'rtoqlar rasxod qilgan odam, endi iltimos ularning mehnatini to'g'ri qadrlaymiz. Iltimos sal kommentga insof bilan chiroyli qilib yozishni so'rab qolamiz akalar-ukalar. Olinglar maza qilib bunasini xudo xolasa 130 million kim sanaganga sotilar ekan, 1 so'm kami yo'q ekan. Endi shunga sotsam sotdim, bo'lmasa mayli, endi keyinroqqa olarman uchaskani, endi o'zim minib yuraveraman deb aytishdi o'rtoqlar. Video past telefon raqam shu nomerda, Telegram bor. Olib maza qilib mininglar o'rtoqlar. Shu Samarqandda turibdi mashina.
bor ma'lumotni berdim, vaqtinglar ko'p qo'ydim, uzr. Shu statuslarda ham sotiladigan mashina texnikalar, o'z tiplar raqam mavjudlar minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti, bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazaq sotasiz, bilasizlar, ko'pchilik ko'radi, biz sotish koeffitsiyenti yuqori. Buyurtma beringlar, chiqarib beramiz. Shu akalar ukalar olinglar, mazaq qilib mininglar, xudo xolasa 130 million so'mga kim olsa mana sotdim. 125 million narx bo'lgan. Oxiri 30 million, 130 million olsin deyapti. Pul zarur ekan. Olib qo'yinglar, mazaq qilib ishlatasizlar.